Assalomu alaykum akalar. RAV4 tasha deb o'ta ko'p odam yozyapti. Gibrid variantidan deb. Bu mashinani Dubaydan olgan odamlar hech qachon yutkizmaydi. Olib borasizlar, $2,000 ustiga sotasizlar. Xudo xolasa. Toyota RAV4 gibrid variantidan X-Line, yili 2025, объем 2.5 benzin plus gibrid, probeg 1900 mil. Bu zavod degan, yangi degan bu mashina. Mashinani qilinadigan ishini birinchi ko'rsatib o'tib ketamiz. Mashinani qilinadigan ishi mana yan tarafida. Eshik regirovkasi bu yoq taraf. Bunga hech qancha pul ketmaydi akalar. Imенно Dubayda qildirgan bo'lsa hech qancha pul ketmaydi. Chunki bu yerda usta haqi, zapchastlar arzon. Dubaydan ketadi hamma narsalar. Qirg'izistonga, O'zbekiston, polni SNGga va Dubaydan zapchastlar ketadi. Startoviy bahosini aytib o'tib ketay, $13,400 dan boshlangan. Bu boshlang'ich senasi, u senaga bermaydi, qo'shasizlar o'z xazayni xohishi bilan qo'shiladi. Mashinamizdan zavod hidi ketmagan. Gibrid variantda ekonomikni so'raganlar uchun tay baland, tog'u tosh yo'l tanlamaydigan mashinamiz. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar.